Dadasi, bir kuningizni menga bag'ishlay olasizmi? Ha. Faqat nima desam ham, nima qilsam ham chidaysiz. Xo'p, mayli. Kelishdiki? Mana bu nima ahvol? Yig'ishtirib yursangiz bo'lmaydimi? Farosat degan narsa bormi o'zi sizda? Qachongacha men siz orqangizdan yig'ishtirib yuraman? Bo'lmay qara, nima deyapsan sen o'zingdan o'zing? Boya kelishdik-ku. Mana bor ekan-ku pulingiz. Nimaga bu pul men so'ragan paytim yo'q-da, o'zi kelganda bor. Mendan pul deysiz, xuddi men faqat o'zimga ishlatadigandek bu pulni. Qachon pul so'rasam, urush janjal qilib tashlaysiz menga pulim yo'q deb. Cho'ntagingizda millionlar pul turibdi. Siz qancha pul ishlatsangiz, men ham shuncha pul ishlatishga haqqim bor. Rasangiz bo'ldi qil, oshirib yuborsan. O'zi jahlim chiqib ketyapti mana. Chidayman dedingizmi? Chidayman oxirigacha. Yo, men bu insonga aytdim-da, bozor qilib kelayotganingizda bolgarskiy ham qo'shib oling dedim. Bitta ishda ikkita qilmasam bolgarskiy qo'shib olib kelsangiz nima bo'lardi? Ha? Hozir men chiqib kelaman magazinga. Yo, xo'p, esar ekansiz. Esingizdan chiqib qolar ekan. Ha, biroq telefon qilmaysizmi? Chidayman degansiz. Ha? Qatga yasanib? Oyimni ko'rgani bugun yakshanba-yu. Bor ko'rib keling. Siz har 2 kunda borib kelsangiz mayli. Lekin men 3 oyda, 4 oyda borsam ham ruxsat yo'q-a? Xullas, bormaysiz oyisiga. Uyda o'tirasiz bugun. Mengacha mana bunaqa gaplaringni qilmagin. Onamni ko'rgani boraman, tushundingmi? Keyin menga mana bunaqa gap so'zlaring, qiliqlaring umuman yoqmayapti. Bo'ldi, yig'ishtir o'zingda bo'lgan. Tushundingmi? Chidamayman bundan ortiq. Agar yana bir marta ortiqcha gap gapirsang, basharingga so'voraman. Chidamayman deb, o'zingiz qilgan muomalangizni o'zingizga ko'rsatsam, bir kun ham chidaolmadingiz. Mana shunaqa jahldor holatda biror marta ko'rganmidingiz? Yo'q. Men sizni har kuni shu holatda ko'raman. Agar biz ayollar erimizga o'zidagi muomala qilsak, u oila bir kunda parokanda bo'ladi. Turing, men ham kiyinib chiqaman. Oyjonni ko'rgani birga boramiz.